Mana bu yerda yana o'sha gullarni davomi. Ko'rish mumkinki, bu qishda, ya'ni o'tgan yili kuzda ekilgan deb o'ylayman va mana bunaqa yopilgan, o'sha erta bahorda sotish uchun shunaqa bir tayyor qilingan. Mana bu taraflarda mana hozir ko'rsataman, mana usti yopilgan. Albatta Yevropani ob-havosi qish vaqtida ancha mo'tadil bo'ladi, juda ham qattiq sovuq bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan juda ham unaqa sun'iy isitilmaydi. Mana sun'iy sug'orish uskuna moslamalari mana. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham rezina suv kelsa, o'sha suv orqali mana bu yoqqa borib sug'oriladi. Shunaqa bir sun'iy sug'orish moslamasi. Tomchilatib sug'orish moslamasi, aniqrog'i. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda kartoshka dalasi, mana kartoshka ekilgan. Endi tuprog'ini sifatini gapirmasa ham bo'ladi. Bizning tilda qumoq tuproq deydi. Shunaqa tuproq, juda ham mana katta, nima deydi, kesak shunaqa narsalar ko'zga tashlanmaydi deyarli. Juda ham yumshoq tuproqligi ko'rinib turibdi. Kartoshka ekilgan. Bu endi avgust, iyulning oxiri, avgustlarga hosili tayyor bo'lsa kerak. Bu tomonda qulupnay, yana qulupnay dalasi. Hozir juda ham qulupnay hidi ifori kelyapti. Ular bug'doy emas nazarimda, bu arpa yoki tariq.